Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Eslaringizda bo'lsa, bundan oldingi videolarimizda Azbek akamiz bilan bitta sanuzelni 0 dan 100 gacha yig'ib ko'rsatgan edik kafelarni. Bu safar ham yana bitta proyekt olibdilar Azbek akamiz. Do'konimizdan yana kafel va boshqa mahsulotlarni xarid qilyapti. Bu jarayonni ham birma-bir ko'rsatib boramiz. Buni sanuzel tayyorlamoqchi bo'lgan yoki ham bo'lmasa shunaqa remont qilmoqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Usta topishda yoki mahsulotni olishda qiynalayotgan bo'lsalar, bu videoni ko'rib o'zlariga ancha foyda bo'ladi. Aka, yaxshimisiz? Bu safar ham xudo xohlasa boshlab olamiz, proyektni. Nasib boshlaymiz. Hozir nimalar oldingiz, aka? Hozir bu yerda biz kafel oldik. Razmeri 60 ga 120. O'zimizning mesni Azbek kafellardan oldik. Ikki xillarni qilib, temni svetli. Kamnis qilib terasiz. Ha, kamnis qilib teramiz. Kafel kley ularni ham? Ha, kafelni kley olamiz. Yana milichovka narsalar bor. Hammasini birgalikda shulardan olamiz. Xo'sh, nima bo'lsa ko'rsatib boramiz. Nasib qilish. Bu narsalarning hammasini obyektga yetgandan keyin u yerni ham ko'rsatamiz, xudo xohlasa. Ko'rsatamiz. Keyin u yerni tushuntiramiz, nima bo'ladi, qanday bo'ladi. Bizni kuzatib boring, xudo xohlasa birma-bir joylab boramiz.